Til nafaqat milliy barhayotlik ramzi, balki eng avvalo muloqot vositasidir. Uning rivoji, yashovchanligi esa shu tilda so'zlashuvchilarning tilga bo'lgan munosabati e'tibori bilan belgilanadi. Shu bois bugun mamlakatimizda o'zbek tilini davlat tili sifatida ommalashtirish borasida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Taqdimoti bo'lib o'tgan Ona tilim mangu makonim, O'zbekiston joy nomlari, axborot texnologiyalari atamalarining izohli lug'ati, davlat tilida ish yuritish kitob va qo'llamalari ham aynan o'zbek tilini davlat tili maqomida yuksaltirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri. Taqdimoti bo'lib o'tgan Ona tilim mangu makonim, O'zbekiston joy nomlari, axborot texnologiyalari atamalarining izohli lug'ati, davlat tilida ish yuritish kitob va qo'llamalari ham aynan o'zbek tilini davlat tili maqomida yuksaltirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri. Taqdimot tadbirida yangi nashrlarning mazmun mohiyati, ularning bank xodimlari faoliyatidagi o'rni va ahamiyat xususida so'z yuritildi. O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan nashr qilingan Ona tilim mangu makonim, O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati, davlat tilida ish yuritish, axborot texnologiyalari izohli lug'atlari kitoblarining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu Milliy bank xodimlari bilan bo'lib o'tgan tadbirda ushbu kitoblarning mohiyati, maqsadi haqida gapirildi. Yurtimizda yashayotgan har bir soha xodimi shu millatni vakili bo'lgan holatda bugun taqdimoti o'tkazilgan kitoblardan xabardor bo'lishi, ular bilan tanishib chiqishi, o'sha kitoblarni ularning ham qo'liga yetib borishda bu taqdimot o'ziga xos ko'prik vazifasini o'taydi deb o'ylayman. Taqdimot yakunida O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati kutubxonasiga chop etilgan yangi kitob va qo'llamalar jamlanmasi topshirildi. Ta'kidlash joiz, joriy yil yakuniga qadar barcha davlat va jamoat tashkilotlari mazkur nashrlar bilan belgilangan taqsimot doirasida bepul ta'minlanishi rejalashtirilgan.